Mana ol, choy. Sinfdoshiga yerga tegganlar bormi? Oling Farhod aka. Rahmat. To'p sindosh. Yegoram. Xonzo? Agar siz farzandimiz bo'lsa, ismini Muxlis qo'yamiz. Biz sinfda muxlis hali ham Nima, unutmadik. faqat shuni Bekor tushunalasan. degansiz. Muxlis deb. Просто ism bu. Hop, stop. Ha. Bo'pti, mayli. Qiz bo'lmasin deylik, mana o'g'il bo'ldi deylik. Ismini nima qo'yamiz? Murod qo'yamiz. Bilardim, sen o'sha Murod bilan. Chirniyozingizni. Murodni duxi ham yetmagan menga gapirgan. Tushundingizmi? Murod bil. Shagom. Xo'p. Hozir men ketyapman. Qayerga ketyapsan? Nima? Ketyapsiz? Ha. Sinfdoshlarim bilan choyxonam bor, borib keling. Men ham boraman. Sanga nima bor erkaklarning orasida? Voy, meni sinfdoshlarim-ku, yuk ketdi. Ha, boshqa guruh katta qilganman. Ha, siqilyapsan. Qizing tashlab ketdimi? Ha, bor xolamdan so'ra, nima ovqat qilay? Xonzo, to'g'ri tushun, endi u seni xolang emas, oyijon bo'ladi, oyijon. Keyin nima xarsi var meni sansiraverasan? Yo, ering deb ko'rmaysanmi? Erim deb ko'raman. Yaxshi ko'raman. Endi 9 yil birga katta bo'ldik-ku. Qanaqadir sizlash qiyin. Yaxshi ko'raman-ku. Ovqat yeysanmi? Bo, nimaga shu sinfdoshimni tanlading? Sinfdoshimga men o'lay, bor. Nima yeysan?